Assalomu alaykum do'stlar. Kompyuterchi YouTube kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda kompyuterimizni tem orqali tozalashni ko'rib chiqamiz. Tem orqali tozalashda 3 xil usuli bor. Bo'lmasam boshladik. Birinchi usul WinR tugmasini bosgan holatda tem deb yozamiz. Enter tugmasini bosamiz va Ctrl A qilib Shift Delete qilamiz. Elementi tanlagan holatda propustitni bosamiz. Ya'ni bu yerda o'chmaydigan fayllar mavjud. Ikkinchisi, xuddi shu WinR'ni bosamiz yana, faqatgina boshiga foiz belgisi va oxiriga foil belgisini qo'yamiz. Enter. Ctrl A qilamiz, Shift Delete'ni bosamiz va Da'ni bosamiz. Bu yerga xuddi shunaqa galishga qo'yamiz, faqat oxirida chiqib keladi. Galishga qo'yib, propustit bosamiz. Okey, bu yoqda ham o'chmaydigan fayllar bor. Keyingisi, uchinchi usuli. Tomog'im og'riyapti, e'tibor beringlar. Clean MDR, Clean MGR deb yozamiz. Bu yerda diskimizni tanlaymiz. G yoki o'zingizlarda tozalamoqchi bo'lgan boshqa disklar. Men misol uchun S diskda tozalamoqchiman. Okey. Skaner qilyapti. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, bizda tozalanadigan fayllar hajmi 15 gigabayt. Bu yerda Microsoftga fayl jurnal обновления bor ekan. 14 gigabayt korzinkada bor ekan. Mana shu musik fayllar. Xo'p, xohlaganlar olib tashlasalar bo'ladi, xohlasanglar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Men OKni bosaman, удалить fayl. Xo'p, bizda kompyuterimiz mana tem orqali tozalanib bo'ldi. Bugungi videorolikimiz tem orqali kompyuterni tozalash edi, ya'ni asosan S diskini tozalash bo'ladi. Ikkinchi qismi edi bu. Xo'p, bugungi videolim shulardan iborat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, salomat bo'ling. Aytganimcha, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang.